Azizlar, mana shunaqa chiroyli bolachalarimga sizga aytib o'taman. Ularning she'rlarini eshitib, qoyil qolmagan insonni o'zi yo'q. Hozir boshlaydi. Isming nima bolajon? Ismingni? Shahboz. Qani ketdik. Qachon ketarim bilmas, uchib ketsa ham oyga, xaridordan qochib bo'lmas. Qashshoq bo'lsa yo'qboy, uying bo'lsa ham saroy, qancha qilma dodvoy, ajal odam tanlamas. Dunyoni o'tar devon, ko'ngilda qilsang ishing, qancha urma bekor, taqdirga o'tmas tishing. Baland dollada dacha, quruqlasa seni lola, ajaling kelgan bo'lsa, asrolmaydi hatto millionlab. Mammat degan odamlar o'tdi ketdi qaydalar, temir bo'lsang bolg'a bor, xamirday qilib maydalar dunyoning rohatini. Kimlar davra surmagan, Sulayman payg'ambar yerining ostini o'ylagan, g'azal yozsa alshan, hatto bulbul sayragan. Shularda ayting qoldi, ajal tegmagan. Ikki qushda bir boy ostishisiz sotibdi. U ham yetmagan usullikka g'iybat toshlar otibdi. Qo'shnijim javob bermas, faqat savolim bor. Zo'r bo'lsang qabrga bor, sendan ham zo'rlar yotibdi. Biz Muhammad ummati, otamiz odam ota, hali yashman zo'rman deb ko'p qilib qo'ymay xato. Duo qiling nasib qilsin, uranib ketmoq mato, kimlargadir nasib qilmas, to bitta ket hatto. Ota-ona yig'lamay ketganda to'kar yosh, tiriklikda ikki kulshab olib kelmagan bag'ritosh. Bugun esa ihsonlarda, qozonlarda to'la osh. Da kerak kunda darkor, bugun qabr qo'ygan tosh. Olganingizda yangi moshin, mingizmaysiz nachar inson. Nahot o'sha insondan afzal sizga shu salom, ku kelib chirib ketar o'sha salom bu zamon. Inson qalbi basera, uni etmay hech vayron, yo'l chetida bir momo. Tursa moshin to'xtamas, ikki qadam narida bitta go'zal tursa bas. Turna qator moshinlar go'zalni olma qishay, momo bir turganmi onajonmi qanday yashay. O'tar dunyo, ketar dunyo. O'tarni chansizlar bir kun kelib tuproq bilan oldivorsiz qasrlar. Ko'proq qiling yaxshilik, unutmas sizni yillar, unutmaydi hattoki kitobi qadrlar. Rahmat meni bolajonim, meniki azizlar. Men YouTube'ga tashlashdan oldin mana shu bolajonni chiroyli she'rlariga bitta like bosasizlar degan niyat bilan ana shu bolachamiz ismini qaytar, yana ismi joning nimasi? Ismi Shahbozjonga like bosasizlar azizlar. Albatta mana hamma shunday farzandlarim mana shunday she'rlarning qobiliyati bo'lsin, ishlariga omad. Hozir biz mana shu maktablarda seminar o'tyapti. Mana shu seminarlarda birgalikda yuribmiz. Bolajonlarning eng chiroyli ovozlari, nutqlariga qarab mana shu kanallarga olishga majbur bo'lyapman. Hammalariga omad, salomatlik tilab qolaman. Shu bolajon uchun bitta like bosib qo'yaverasizlar.